Yo'l bu A punktdan B punktga harakatlana turib, jismoniy bosib o'tiladigan masofagina bo'lib qolmay, balki inson hayot yo'li davomida o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalarning yig'indisini metaforik ma'noda anglatuvchi hamroh hamdir. Inson hayot yo'li mashaqqatlardan xoli emas. Umrini yo'l qurilishi sohasiga bag'ishlagan qahramonlarimiz bevosita va bilvosita yo'lga daxldor odamlar. Ular yo'lning odamlari, yo'l odami. Men To'xtayev Yo'ldosheva Ahmadovich 1949-yilda Toshkent viloyatining Qibray tumanida tug'ilganman. 1972-yilda institutni bitirganman. Bu payti kirgan paytimizda Politexnika instituti edi. Qurilish anaqasi bo'limiga kirganman. Qurilish anaqasini, lekin yo'l bo'limi sohasiga kirganman. Sohasini yo'l bo'limi sohasini 5 yil o'qib, 72-yilda tugatdik. 72-yilda tugatib, shu bilan Qibray tumanida master bo'lib ishladim. Yo'l ustasi. Ana o'sha yerda ish faoliyatim boshlagandan boshlab, keyin yo'l bo'limi boshlig'i, bosh muhaddis bo'lgandan keyin 2 yil keyin meni vazirlikka ishga olishgan. Upravleniyada muavin bo'lib ishladim. Ekspluatatsiya upravleniyada 2 yil ishlab, keyin meni Toshkent u paytda yo'l bo'limi derdi. O'sha yerga bosh muhandis qilib jo'natishdi. Bosh muhandis bir 2 yil 3 yil ishladim yaxshigina. Undan keyin direktor qulluq yo'l bo'limini direktor lavozimida ishladim. Asosiy yo'limiz To'ytepa yo'li, Begobodgacha qaradi, keyin Olmaliq trassasi qaradi. Ana o'sha faoliyatim bo'yicha mana shu To'ytepaning yo'lida Toshkent eng tor ko'cha edi. Tor yo'lida kelajakni o'ylab, o'zim tepaga chiqib, yurib, shag'allik qilib kengaytirdim. Hozirgi paytda birinchi kategoriya yo'lga kengaytirib qo'yganman. Ana undan keyin meni Qibray tumaniga direktor qilib jo'natishdi. Ana endi shu Qibray tumani yo'llarni kengaytirishni rosa o'ylaganman. Qibray yo'li, Bo'stonliq yo'li Toshkent shaharini hamma ko'p aholisi Bo'stonliqqa dam oladigan chiqardi bu paytda. Yo'limiz juda tor edi. Asosan mana shu yo'lda hali bu tepa yo'l qurilmagandi. 6-7 metr edi. 5 ta loyihani ko'rib chiqib, viloyat avtoyo'lga boshlig'i Baxtiyorov Alimov degan odam bor edi. Boshliq Baxtiyorov. O'shanga chiqib 5 ta loyihani ko'rsatib, quraylik, shu yo'lni kengaytiraylik deb ko'ndirdim. Birinchi kategoriya yo'lga ko'ndirdim, shuni qilaylik deb. Ana undan keyin bo'ldi, mayli bo'ladi, nima qilasiz deb. Mana aytdim, erta kelajakda mashina ko'payyapti, zavodlar quriladi, bo'ladi, shunaqa yo'limiz kengaymayapsa bo'lmaydi. Xalqimiz asosan Bo'stonliqqa chiqadigan, dam oladigan zona, yo'li kengaytirmas bo'lmaydi. Mayli deb Toshkentdan to Chirchiqni granitsasigacha 21 kilometr yo'limiz bor edi. 21 kilometr yo'lni 5 yilda kengaytirib bo'ldim. 5 yilda polni asfaltlab kengaytirib bo'ldik. Ana undan keyin ko'pirlar qura boshladik. Ana bu taxminan bir 27 yil, 30 yil atrofida o'sha yerda direktor bo'lib ishladim. Nafaqaga chiqdim. Hozir 17 yil bo'ldi. 17 yil bo'ldi nafaqaga chiqqanda. Nafaqada ozgina ishlayverdim, qo'yishmadi. Yo'l loyiha ekspertiza ochildi. 2010-yil. 2011-yilda meni chaqirishdi. Keling shu yerda endi ekspertida o'yda o'tirasizmi deb, yoshlar ham o'rgatasiz, loyihalarni ko'rib chiqib o'zi ekspert qilib turasiz. Bilasizmi nima? Mana shu o'qish ham organizatsiya qilganmiz biz boshda ekspert. Bizga Sirdaryo, Samarqand, Toshkent viloyati 3 ta viloyatda bergan. Bolalarni o'qitganmiz. Bizda rosa plakatlar ko'p edi. O'zi kirgan paytimda qurilish, imoratlar qurilishi sohasiga kirdim. Keyin nimadir yo'lni ko'rib, chet ellarning yo'lini ko'rib qoldik, qanaqadir keyin yo'l quriladi deb shu AD bo'limiga o'tganman. Yo'l bo'limiga o'tganman, o'sha yerda yo'l bo'limi shu bilan bitkizdim. O'sha bilan mana 51 yildan beri bitta vazirlikda, bitta Qibray tumanida, Toshkent viloyatida 51 yilda shu yo'l sohasida ishladim.
yo'l sohasini tanlamagan imorat qurishga qaradi. Imorat qurilishi bo'yicha mutaxassis bo'lmoqchi edi. Otam faqat bog'bon, uyimiz oldida uzumzor vinzavod bordi, uzum ekardi. Shu uzum bog'ida ishlagandan keyin Yadro instituti ochilgandan keyin o'sha yerda markaziy больница ochilgan, больницada shef povor bo'lishdi. Armiyada urush paytida povor bo'lganlar. Urush paytida Germaniyagacha borgan, Berlingacha borgan. Shu povorlikni davom ettirdilar. Shu oyim do'maqaza bo'lgan. Biza o'zi 8 ta bo'lganmiz, 5 ta o'g'il, 3 ta qizmiz. Eng kattasi men, 3 tasi o'tib ketdi. Bitta ukam yo'l sohasida ishlaydi. O'sha Dorban avtoyo'lda, Toshkent avtoyo'lda, Dorban avtoyo'lda ishlaydi. Men o'zimda 3 ta qizim, hammasi olim ma'lumotli. Hammasi medsestrlar, ikkitada 3 ta kap. Kenja qizim 4 ta diplom. Oxiri keyin Germaniyaga ketdi. Qizim orqada mana butun dunyoni ko'rib kelaman har yil. Har yili boraman, bir oy turaman. Mana endi men o'shalarning yo'lini ko'rib kelyapman-da. Mana fransuzlarning yo'li, misol uchun yoki italyanlar yo'li farqi ozgina farqi bor-da. Fransiya yo'li qanaqa, mana necha kilometr yo'llari bor. Mana menda hammasi menda bor. Bilasizmi, mana shu o'sha Toshkent Chirchiq yo'lini, Bo'ston yo'lini kengaytirganda ko'p loyihalarni o'zgartirdim. Ko'p narsani o'zgartirdim. Mana misol uchun yo'l sohasi chetida ikkita tomonda lato qo'yib boshlaganimizda, latodan keyin trotuarlar, piyodalar yo'lagini asfalt qilardik-da, piyodalar yo'lagini. Keyin temir beton plitalar chiqdi. Temir beton plitalar lato bilan bir xil o'rinda qo'yilgandi loyihada. Men uni 26da boshlaydi byudjetda pul olishni. Keyin byudjetdan olgandan keyin berishni boshlaydi bularga pul tarqatishni. O'sha saqlashlariga. Qani necha pul kerak sizlarga? Qani diagnostikani, kasalligini anaqasi, nima deydi? Qon natijada. Mana natijasi mana bunaqa deb ko'rsatish kerak. Bular avtor. Menga o'rtacha narxda misol uchun 10 milliard pul kerak mana shu ishlarni qilishimiz uchun. Ya menda endi uzr, men to'g'ri byudjet puli 8 milliard pulim bor. Bo'pti 8 milliard bering dedi. Ana o'sha 8 milliardni diagnostika qilgan bizga ko'rsatgan kamchilikka yo'naltirishimiz kerak. Ana shunda yo'l o'zgaradi. Ya pul olib boshqa ish qilsa, u bo'lmaydi. O'zgarmaydi. O'sha yo'l qanday turgan bo'lsa, tam turaveradi. Ana imini bizga qilib bergan narsani, ochib bergan kasalligini o'sha yoqqa yo'naltirishimiz kerak. Birinchi yo'lga yo'naltirishim o'zining elementi bor. Ana o'shanda rezultat bo'ladi. Pul kelibdi, bular qilibdi. Mana oxirida yo'l yaxshi bo'libdi. Rahmat dedim. Pul to'g'ri ketibdi dedi. Byudjet pul. Misol uchun endi qiladigan ishlarimiz juda ko'p bo'ldi. Ana agar shu ishlarni qila boshlasak, juda katta rivojlanish bo'ladi.